Davlat xususiy sheriklik loyihalarini boshqarish platformasi ppp.imv.uz ishlab chiqildi. Platforma davlat xususiy sheriklik yo'nalishida to'liq raqamlashtirish orqali loyihalarni yanada qulay va samarali amalga oshirish imkoniyatini yaratadi. Platforma ikki qismdan iborat. Loyihalarni boshqarish qismi. Ushbu qismda xususiy tashabbuskor loyiha bo'yicha davlat sherigiga ariza berishi, konsepsiyani va loyihani baholash hujjatlarini taqdim etishi, tenderlarda qatnashishi, bitim imzolashi hamda hisobotlarni topshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Platforma davlat sherigiga arizalar, konsepsiya va loyihalarni ko'rib chiqish, qabul qilish yoki rad etish, tender tashkil qilish, tender komissiyalarini tuzish, bitimni yaratish va imzolash hamda reyestrga kiritish uchun vakolatli davlat organiga yuborish imkoniyatini yaratadi. Davlat organi yuqoridagi jarayonlarni kuzatishi, loyihalarni kelishib berishi va izohlar taqdim etishi mumkin. Monitoring qismi. Yuborilgan ma'lumotlar bo'yicha yig'ma hisobot shakllanadi. Loyihalarni ishlab chiqish jarayonlarining ketma-ketligini kuzatish mumkin. Turli sohalarda amalga oshirilayotgan loyihalarning elektron integratsiyalashuvi natijasida moliyaviy hisobotlar, kommunal xarajatlar, yuridik va majburiy ijro byurosi qarzdorliklari, tashkilotning amaliy mavjudligini onlayn kuzatish imkoniyati paydo bo'ladi. Integratsiya orqali onlayn monitoring qilish natijasida risklar belgilanadi hamda yuqori darajadagi riskka ega loyihalar darhol joyiga chiqib nazoratga olinadi. Platforma 2026-yil to'liqligicha ishga tushadi. Hozirgi vaqtda 1 million AQSh dollarigacha bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri loyihalar kiritilib, platforma test rejimida faoliyat yuritmoqda.